Men şu namoyishga qatnashib qoldim, ketib borma dedi bola. Shuning bilan sen xato qilsa bolam, sen hech qanday ish yo'q, opa. Shu yo'lda ketib borma dedi. Kim bola ikkinchi doktorxonadan keyin 7-yo'lga kelganda buningki xarakteri o'zgaryapti deb yenib chiqibdi bola. Yenib chiqib, men o'tamadim yo'ldan, opa qayda qilma dedi. Men bolani demidan telefon qilgan ekan. O'tamadim qayda qilma debdi. Shu qo'shnimizning uyga chirvog'i meni yurgan chiqib bordi desam ma'qul dedi. Sen hozir bir qaynam restoran deydigan bir restoran bor, bizning qo'shnimizning uyi shu yerda edi. Bolam shu yerga chirib oldi. Shuni qo'shnamga telefon qildim, qo'shnam telefon qilsam balang kirdi dedi. Tiyliq dedi qo'shnam. Balam etib ketgan bo'lsa men unutdim canım ukam. Canım balam men bek qiynalib ketdim, balaning o'tpiraqi jiqib ketdim. Balam o'lib ketgan bo'lsa 3 yildan men unutdim, balani unutmadim. Shuning bilan o qo'shningiz yana nimalar dedi? Degan telefon qildim. Balam ishingga boram tang deb telefon qilsam yo'lda mang'in olmaydi, yo'ldan to'sab ketibdim. Qatnashim yo'q jimjitlik dedi. Shuning bilan bola uyga onun bilan keldi. Balam tizlik 9-saqachilik yo'llar qamal qilaliq o'tamiz. Bola shuning bilan 9-islar ishga bordi. 14-islarga kelganda ishdan keldi balam. Ishdan kelib uyam 6-qavatda mening. Tez tushib ketdi. Men kendim birga tushsam shu Veymoning oldida turib ekan. Qo'shnamning bolasi bilan gaplashib turib ekan. Ju balam, qo'rg'i shirkat, yomon saqchilik o'qitib ketib bordi. Desam men hozir kirma apa. Mening gunohim bo'lmasa sen nimachi ensiraysa dedi. Balam, sen namoyishni mangdin deb qo'yding, menga men shuningda ensiratima dedim. Desam u namoyish men hech qanday ish qilmadim. Chunki yo'lning bo'yida qarab tursak sen bir ermi qatnashmamsa, ey sen buyoqda qarab turamsa deganga edim. Shu gap bilan qatnashib qoldim dedi. Balamning gapi mushu, balam mushu gap bilan etib kelsin mayli. Mushu gapga etiversin men rozi, shu dunyoda rozi. Balam shu namoyish qatnashib qolganlik uchun etib kelsin men rozi. Ammo bilay deysiz. Shu kimdan keyin qanday bo'ldi jarayoni? Shuning 14-islar shu bola ishning oldida tursa shu qo'shnamninki bolasi, "Ivat og'inlarim barkan jura imom" desa, mening bolamni bilib beribdi shu ko'chaning ichiga. Aşağıda bu 4 bola gaplashib turibdi ekan. Men shu orliqda ikki tarafdan saqchi kelib bilan qo'rishib, shu 5 bolani birga ekitibdi. Shu yo'g'on chirog'ninki nuri bilan yonidagi ko'chada qiyachi yovlab ketdi. Men yugurib u aylanib bog'ichi mashinaga solib ekitib bo'libdi bolani. Eketdi, misha 5 balon tutib ketdi dedi, qart o'ynayotgan. Shuning bilan balonni jinoyat yo'q balamninki qo'yib birdiga deb bir oy izlamabdimi? Ha, 7-ayning 14 tutilgan bo'ldi balangiz, shundaqmi? Ha, 7-ayning 14 kech tutib ketdi. Shuning bilan men 8-ayning gibi 10'ları izlab balonni. Lodovan Shinjin dadi degan yerga bordim. Basam balang midingchiydi baken dedi. Michimenninki tutibdi shu o'rinda baken dedi. Den o qarab midingchiga 10 qata chiqdi. Mening balamni birga ketgan 5 balaning 4'lis shu yerda bor kiyim kechak oldi, pul oldi. Mening balamga olmadi canım ukam. Men 10 qata bordim, balang yo'q deydi. Lodovan Shinjin dadi kelib tekshirsam balang aşağıda bor deydi. Mana shunda qilib balani topamadim. Mishadi bir to'xtaydi. Ya'ni siz Lyodovan saqchixonasiga borsangiz, Michvanda deydi. Michvanga borsangiz, Michvanda bu yerda unda odam yo'q deydi, shundaqmi? Bu birga tutilgan ballim shu 5-yo'lga qatnashgan ballimki emasmiki? Endi o'g'lini men bilmadim. Saq bir oy bo'lgan chaqda balangizni ko'rdik, balam imomni ko'rdim, Fadulapa. Balangiz qo'rg'oga resimga tortqani chiqqanda ko'rdim dedi. O qayerda ko'rdim dedi, ular Michigan turib Midingchining qo'rg'osiga resimga tortqani chiqqan ko'rdim. Degandikan men balam bakan xudoga shukr dedim men. Bu qachonki gap? Bu 10-ayning netisimi? 10-ayning 3-chi men shu xabarni eshitdim bala. Lodovan Shinjinduydan tekshirishni yo'l qo'ygan chaqda chiqib tekshirsam, Umar deydigan bir saqchini shu tekshirish kompyuterining oldiga qo'yibdi ekan. Shu balang midingchi bir rayon 6-cı qamoqxonada bor deb shu kichikkin bir qog'ozga yozib bergan pesh. Shuning bilan yangi chegandiklar balang yo'q ekan, to'g'rida yo'qtirdi dedi. Mana balang navada bor degan gapiga bu haq ega bo'lmadi. Endi bu bir hukumat va bizningki Jungoda bir hukumat va balamni shu Gongsandan partiyasi tutib ketib, nima deb mening balam yo'qolib ketdi deb balan izdimiga yerim qolmadi. Janim ukam Jungyang'im bordim. Demak siz Michvan turmasiga qancha qitim bordingiz hozir qadar? Men 10 qata bordim. 10 qitimda bunda da'vat qilgan zar bunda adam biz ko'mdiq damda yo batdi damda. Bunda adam
yo'q deydi. Aç Meydonchidan bir bala chiqibdi 4-oy mezgilda 2014-oyning 9-i chiqibdi turmadan. 4-oyning 11-i deydi ma balam. Men el nazorat ostida meni billa bu saqsil elib chiqsa u bala men bil ko'rishkin unmaydi deb men ikki balamni chiqartdim. Shu 11-soat Meydonchi qamoqxonasiga. Chiqarsam bu ikki balam chiqib saqlab tursa u balaning ota-onalari og'in chiqibdi shu vaqt uçqishibdi. Uçqashqanda endi bu balalarim so'rabdi mening imom degan akam bilsiz birga yetib ekansiz otam bormi deb desa u balaning deyishida akamni shu 8-oyning shu 3-qatimliq so'roqqa aytib ketgan akamni shu 3 kun qaç ekirmidi boshqa yerga o'tkazga o'xshaydi debdi. 3-chi kuni ekirdi akam. Holsiz menga masalat ekirdi. Şunun endi 6 kun 7 kundek yattı. Muamını yüzü yandırıp yenmedi. Endin o balanın gep qilishi huquqi barkan. Kamerning boshlig'i ekan deydi. O bala boshqa bir o'g'liq insultirib qolgan bala ekan. Ijtimoiy jinoyat ekanda hamsa. Shuni ular o bala endi turmush saqchilar debdi ma imom degan o'ylab qolmasin mamanda bizim yemek yetib ketib qoldi. Desa doktorxonaga chiqibdi. Doktorxonaga ketgan peti ekirmidi akamni. O kirgan chog'da bir yerlari yirik yoki zaxmlangan holat kirdimi yoki onu demepti. Ama ushsiz holat kirdi dedi. Mağamdı bala turammadı debdi bala turamaptı. 6-7 kun baktım akam bek yaxshi bala ekan. Xud bir tuqqan qo'saq enimdek qaradim. Kundan kun ajizlab ketdi shuningla men doktorxonaga chiqmasanglar o'ylab qolib desam ketgan shu peti biz bor kameraga aytchimidi akamni deb shuna debdi. Canımdan so'yab ketdim. Arzu ümitlerini kutgan balamdan. Shu balamni shunda yo'q qilishdan qilgandan. Aslınki ina qilishingda vaqt uchurjatda eng oxirgisi shu qamoqxonadan doktorxonaga chiqib ketdi degan gapdan boshqa uchur yo'q. Yo'q, topamiz. 3 yilningizni faqat men o'xshash bola davatgan, erin topolmayotgan nurg'un esimli ba'da topamiz. Hech qanday esim oldimizga chiqmadi. Sizdan faraz qilsangiz qancha odam bor sizga o'xshash bolasi yutib ketgan yoki yo'lda yutib ketgan qancha odam bor shu voqeada? Men mush biladigandan 26-27 yildek adamni bilaman. Balalarım yo'q deb ash bunganjiga berib ashab uçqushib, "Nimang yo'q, nim deb kelding? Sening menga o'xshaysan varmi?" deb tonishib qolgan adamlardan. Bularmi andash balalarniki nim bo'lganini bilmaydi, shundaqmi? Bilmaydi. Erining uşaq balları var, canım ukam 3-dan 4 balları var, qiz balları var, yig'laydi, qanjig'laydi. Bizdek mushunda fuqarolarni mushunda zo'ravonlik bilan mushunda izlashga uchrasa biz qandoq jondan to'ymay tura olamiz. Meni gapimni olaydi deb topamagandim. Meni mush gapimni deganligingiz uchun mening mush gapimni devaldim balamninki mush. Rahmat. Alloh rahmat qilsin. Men rozi. Ma'qul. Bo'ldi, xo'sh. Alloh amonat.